Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Shoh. Bugun Steve haqida teoriya gaplashamiz. Mana Steve Minecraftning asosiy o'yinchisidir. U 2009-yil Minecraftga qo'shilgan. Nimaga desanglar, 2009-yil Minecraft chiqqan va 6 kun bo'yi shu o'yin yaratilgan va keyinchalik birinchi o'yinchi Steve bo'lgan. Steve avvallari o'yinchilar bilan yurardi. Bu savollar shuni ko'rsatadiki, Steve Herobrinening egizagi bo'lib hisoblanadi. Nega deb o'ylasanglar, Stevening ko'zi ko'k, kiyimlari ko'k, anavda ko'k, sochlari qora, bilasizlar. Herobrine ko'zi oq. Herobrine o'zi qo'rqinchli nima bo'lgan. Nether va End dunyolarda Steve har doim kuchayib boradi. Shuning uchun u Steve 2009-yil o'yinga qo'shildi. Va Steve o'zi yolg'iz bo'lgan o'yinlarda. Nimaga desanglar, u Steve bir boshqa o'yinchilar bo'lgan, do'stlari bir narsa bo'lib, keyin yo'q bo'lib ketishgan. Steve esa qaytadan qilmoqda. Narsalar quryapti, uy, boshqa narsalar. Nazariyalar bo'yicha Steve 100% aniq Minecraftning birinchi versiyasiga qo'shilgan. Lekin Minecraftning birinchi versiyasini uning yuzi ko'rinish bermagan. Yuzini ko'ra olmagan o'yinchilar har doim Minecraft o'ynaydi. Lekin o'yinchilar yuzini ko'ra olmagan va asta-sekin Stevening yuzi ko'rila boshladi. Stevening yuzi nimaga o'xshaydi? Stevening ro'yxatdagi ham bor. Minecraft kinosi chiqdi, bilasizlar. Anonsi bor. Minecraft kinosi chiqdi, bilasizlar, yaqinda Steveni o'xshatib chiqdi. Do'stlar, nazariyalar bo'yicha Steve o'yinning yarmini egallaydi. Dunyolarda esa ajdarni o'ldirib Minecraftni tugatadi. Do'stlar, dizaynlar kerak bo'lsa, mening Telegram men dizaynerman. Menga tayyorlatishingiz mumkin. Dizayner bo'yicha 100% anoman. Do'stlar, Telegram, YouTube kanallariga obuna qo'yinglar. 100 ta bo'lish kerak. 100 ta 20-30 ta bo'lgandan so'ng men Herobrine haqida teoriya chiqaraman. Shuning uchun obuna bo'lib ketinglar. Sizlar bilan Shoh bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.